Hammaga salom. Bugun o'rtog'im Shukrona kuniga borib keldik. Uni tabrikladik, xursand bo'ldi u ham, biz ham xursand bo'ldik. Hammamiz ko'rishib, suhbatlashdik. O'zim bilan qizimni olib ketdim. O'g'lim adasi bilan qoldi. O'g'limni tashlab ketganimga sal g'alati bo'ldim. Ular bilan o'tirib M kosmetikda skit yeyotgan ekan, shu yoqqa borishga kelishdik. Pastga yetib oldik. Unaqa ko'p narsa skitga emas ekan. Men xohlagan narsalarni topolmadim, o'rtoqlarim ham topolmadi. Shu kremni oldim. Bet-betga borganda, qo'linglar quriganda surib olishga, olib yurishga qarab keldik. Keyin o'tirdik, yana men kelmayman deb bo'ldim, ammo xo'jayinim ishlari bor ekan, keyin kelib bolalarim bilan, xo'jayinim bilan bozorlab keldik Karsinkadan, ularni joyladim. Xo'jayinim bilan yana men qilib yedik. Go'shtlarni olib, chiroyli qilib yuvib, tuzlab, strich qilib, xolodilnikka joylab qo'ydim. Tovuq go'sht oldik. Ertaga qozon qo'yib qilishim mumkin. Ertaga bitta pirog qildim. Aynan choylar bilan zo'r ketdi, ham yumshoqqina. Sizlar kuninglar qanaqa o'tdi, nimani qildinglar, yozinglar kommentariyada, kutib qolaman hammalarni. Hammaga xayrli kech.